Ismat, nimaga kelding menikiga? Kecha katman olganting. Shuni qaytarib. O'zing kelsang bo'ladi, kattani qizi nimaga olib kelding? Katmanim katta desam ishonmaydi. Shunga berozi ko'rsatingmi? Hozirroq kelaman. Ismat aka, katmoningiz buncha katta? Bu endi genda borda. Dadam ham katmon, ana shunday katta edi. Bizniki ham katta. Haqiqatan. Ketmaningiz ahvoliga qarang, shu ham ketmanmi? Ketman degan bir Ismatni ketmandek katta bo'lmaydi, bir mazza qilib yer chopsang. Mang oling ey. Unang endi o'zing xotiring ketmon kichkina deb izlasak yomon ekanda. O'ylayda shu katmoningizdan buncha chiroyli bu. Dada nima qilyapti? Katmonim berib qo'ydim, bacham o'yin o'tiribdi. Keyin ana u ingliz tilida domlamam siz otingizni aytsam faqat 5 qo'yadi. Katmon kichida bacham. Katmon. Men sizni tabriklayman. Sizni katmoningiz dunyodagi eng katta katmon sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. Tushunayapsizmi buni? Zo'r bo'ldi-da. O'zi bilgandim-man. Dadam katmoni ham Guinnesslar rekordiga kirgan. Bizga ham mana kiribdi, xursandman ardishi. Singlim bitta narsaga hayronman-da. Muncha Ismat katmaniga yopishdingiz, nima zo'r shuni? Menikiga qarang, kichkinagina, choqligina maza qilib ishlatasiz. Menga ishlatib ko'ring. Yo'q, Ismat akani ketmani bari yaxshi. Dada nima ustiga siz katmoningiz osilibdi? Hayotingiz shunaqa bacham. Yigitda katta katmoni bo'ladi, hamsayasi osiladi. Qiz baribir katta katmon tanlaydi. Shunaqa hayot.